Selam dostlar, bugün biz sizning bilan o'yinchiq yasayacağız. Buning uchun bizga qog'oz kvadrat ham flomaster kerak bo'lacak. Ishimizni boshlab jibarik. Boshdan qog'oz kvadratni o'rtalay turib ishmaq etib beklab qo'yamiz. Bir yoqqa ham ikkinchi yoqqa. Ochib qo'yamiz ham qirlarini o'rtaga taba beklaymiz. İkinci yoqdan da shuni o'g'ishlaymiz. Hozir qirlarni mana shulay ochib qo'yarga kerak. Bir pishmoqni uch pishmoq etib beklab qo'yamiz. Ikkinchi yoqdan shuni o'g'ishlaymiz. Ham bu yoqni mana shulay begib qo'yamiz. İkinci yoqdan da shulay qabatlarga kerak. Mana shulay kelib chiqa. Hozir bu pishmoqlarni bizga kvadrat etib ochib qo'yarga kerak. Üstə qolgan pishmoqni mana shulay uch pishmoq etib beklab qo'yamiz. Ham ishga kiritib qo'shiramiz. Qopma qarshi yoqdagi kvadratda shulay o'g'ishlaymiz. Kvadratni shulay uch pishmoq etib beklab qo'yamiz. Ham kichkinagina pishmog'ini begib qo'yamiz. Ikkinchi yoqdan o'rtalay beklab qo'yamiz. Ham pishmoqni o'rtaga qadar beklaymiz. Qog'ozni ikkinchi yoqqa aylantiramiz. O'rtalay begib qo'yamiz. Kvadratlarni o'rtalay begamiz. Qog'ozni mana shulay begib chiqaramiz. Ikkinchi yoqqa aylantiramiz. Hamoni bezay boshlaymiz. Mana bu uch pishmoqlarni bo'yaymiz. Ikki ko'zini yasab, og'zini yasaymiz. Tag'in bir topqir begib chiqaramiz. Mana shulay. Qanotlarini ochamiz. Ham o'yinchoqni mana shulay o'ynatamiz. O'yinchog'imiz hazır.